Turnirda ustozimiz Yarqina Amonova boshchiligidagi katta komanda, yuqori kengash liderlari har bitta viloyatda albatta shartni o'rinlagan regionlar bilan birga borib, regionlarda tekin bilimlar, tekin ilm, texnika, strategiyalar ulashadi. Do'stlar, siz hozir hamkorlaringizni Toshkentga olib bora olmayapsizmi? Marafonlarga olib bora olmayapsizmi? Aynan ustozlar tomonidan siz qo'zg'ata olmayotgan hamkorlaringizni aynan mana shu ustozlar tomonidan beriladigan texnika bilimlar orqali bitta mana shu turnir sababchi bo'ladi. Mana shu turnir orqali siz juda katta bir jamoaning yetakchisi bo'lish imkoniyati qo'lingizda turibdi. Shuning uchun turnirni shartini bajaring. Bor yo'g'i ikkitagina hamkor chiqaring. O'sha ikkita hamkoringiz bilan turnirga kirib turib, yil oxirida qo'yilgan Vyetnam sayohatini o'tib, Vyetnamda birgalikda dam olish baxtiga muyassar bo'ling. Hammaga omad.